Amir Avtosavdoda arzonga 2018-yil 4-payzasi avtomat korobka Nexia 3 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 136 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraska holatlari, ikkita orqa krilo, bagaj, orqa bagaj, xonanjolar toza ekan. Bemalol ko'rsatib tekshirasizlar. Oldiga qimmat labo'ylar, tonirovka ruxsatnomasi 6 oy bor ekan. To'rtta Cobalt diski yaxshi balonda turibdi. Mashina salon qismlarini ko'rsataman. Salonlar ham akkuratli, yaxshi qimmat chexollar, Malibu barliq bo'lgan, Tesla monitor, Malibu rol, BMS detektor, rekorddan qo'yilib tashalgan. Xullas, nechta tayyor qilib qo'ygan video registratorlarigacha bor. Pulti bor, 406 ekan, pultlari ham polni shumka ekan mashina. Mashinada metan gazda uстановка bo'lgan, hujjatlari hammasi joyida, texnik holatlarda hech qanaqa rasxodlar yo'q ekan. 2018-yil avtomat korobka bu Nexia 3 mashinamiz. Narxini tortishib, chiroyli mazza qilib haydashingiz uchun $8050 ga tushirib qo'ydik. Egalar nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin.